If qal'asining mahbusi. Aleksandr Dumaning Graf Monte Cristo romani asosida suratga olingan. Birinchi film. Ssenariy muallifi Mark Zaxarov. Yungveld Hilkevich ishtirokida.
Kompozitor va qo'shiqlar teksti muallifi Aleksandr Gradskiy. Graf Monte Cristo rolida Viktor Avilov. Komil Yarmatov nomidagi O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Hojiakbar Nurmatov, Yoqub Ahmedov, To'lqin Tojiyev, Rima Ahmedova, Yo'ldosh Abdukarimov, Farziddin Fayozov, Oman Abdurazoqov va boshqalar ishtirok etgan. Dublyaj rejissyori Mirg'iyos Soatov, ovoz operatori Abdulla Ahrorov, tarjimon Qodir Mirmuhamedov, muharrirlar Sharofat Qo'shboyeva, Marhabo Nasriddinova. Mercedes. Surishtirdim, lekin hech kim aniq bir narsa bilmaydi. Ba'zi jandarmlar uni o'lib ketgan deyishyapti. Sayrga chiqinglar. Men komendantni ko'rishim kerak. Ovqatingni yesangchi. Komendantni ko'rishim kerak. Komendant mahbus xohishi bo'yicha kelmaydi. Menga komendant kerak. Ovqatingni ye, tentak. Men komendantni ko'rishim kerak. Shu kamerada bir abat yotgandi. Keyin jinni bo'lib qoldi. U komendantga ozod qilsa million beraman derdi. Sen ham million bermoqchimisan? Ha? Agar komendantni chaqirib bermasang, sen ablahni bir kun emas, bir kun kallangni majag'lab tashlayman shu kursi bilan. Ovqatingni ye. Pul! Nima gap? Janjal qilyaptimi, quturyaptimi? Yo'q, hozircha faqat to'q qilyapti. Nima deb do'q qilyapti? Bir kun emas, bir kun kursi bilan kallangni majag'lab tashlayman deyapti. Pastga kameraga tushirib qo'yinglar. Unaqa to'polonchilarning joyi jinnilar kamerasida bo'ladi. Kim edi u? Komendant, berchi. Pul. Arqon olib kel. Pastga olib tushamiz. O'ldiraman. Shamband qilinglar.
Meni afv etgaysiz. Uzr bezovta qilganim uchun. Qattiq yanglishimman. Kabina 50 fut uzunlikda yer osti yo'li qazidim. 3 yil umrim ketdi. Uni qaziguncha. Lekin afsus, sirkulni yo'qligi tufayli umidim puchga chiqdi. Holbuki ellips bo'yicha 40 fut bo'lish kerak edi. 10 futga yanglishimman. Aslida tashqi devor kirsam maylimi? Aslida maqsadim tashqi devor tagidan chiqish edi. Boshqa kameradan chiqib qolman. Ko'rgulikda. Marhamat. Ismingiz nima? Taqsir Edmond Dantes. Quloqdan sal olgan, nima? Edmond Dantes. Qachondan beri bu yerda hibisdasiz? 15-yillik 28-aprelidan beri. Sizdan naq 4 yil oldin qamalgan ekanman. Tanishganimdan xursandman. Men Abbad Fariyaman. Behisob xazinalar sohibi-ya? Darhaqiqat nihoyatda badavlat odamman. Lekin shtobda yonimda sariq chaqamam yo'q. Meni telba deb sizga aytishganmidi? Aytishdi. Bag'oyat xursandman. Men If qal'asida eng mashhur shaxsman. Har gal bu yerga yangi inspektor kelganida, unga meni ko'rsatishib, qancha million pulim borligini so'rashadi. Siz uchun buni qizig'i yo'q, chunki hayotga qiziqishingiz qolmagan. Hech qisi yo'q, qiziqib qolasiz. Ruxsat eting, qo'limni yuvay. Marhamat. Menda ham bunday hol ko'p bo'lgan. Hammasini yig'ib kelganda kamida 20 marta. So'nggisi hozirgina sizni kamerangizdan chiqib qolganimda ro'y berdi. Italiyalikka o'xshaysiz. Juda ham to'g'ri topdingiz. Faqat italiyaliklar shunaqa tez gapirishadi. Bu millat odamlari o'zlarini yupatish uchun shu bilan birga boshqalarning gapini eshitmaslik uchun juda ko'p gapirishadi. Men Italiyadagi tarqoq knyazliklarini vaqtincha bo'lsa ham chunonchi 8-10 asrga yagona Italiya davlatiga birlashtirish lozim degan fikrni uzoq yillar davomida ta'kidlab keldim. Siyosiy arboblar bu gapimni eshitmasliklariga imonim komil edi, lekin bu qal'ada yotganimga qaraganda Gapingizni eshitishgan. Menga jilmayganingiz yoqyapti. Meni so'zlarimni eshitgan aqli raso odamlar hamisha yig'lashdan oldin jilmayadilar. Ha, italiyalikman, lekin nayinki o'z Italiyam bilan qiziqaman. Sizning yurtingiz Fransiya ham Parvardigorni boshiga bitgan balo. Sizdan bilmayman-ku, men Xudo haqqi o'sha jangari Bonaparte hamma Ludoviklaringiz uchun hijolatdaman, ammo kallasi jodida chopilgan Ludovik 16 bundan mustasno. Zero vaqtida nokerak narsadan qutulish buyuk saodatdir.
Kim bo'lgan ekan bu murda? Bonapartning ministri. Endi baliqlarga yem bo'ladi. Nima qildik? Shu yerdan otaveramizmi? Ha, Tosh bog'ladingmi? bog'ladim. Yana suvga tushmay tosh ustiga tushsa ya. Parvo qilma. O'rtani olib ketadi. Ha, olib ketmasa komendantdan gap eshitamiz-da. Ay, qani otdik. Hoppa. Qor qalay dengizga tushdi. Turk tilini bilasizmi? Ha, sizga ham o'rgataman. Tosh devor orasida til o'rganishi nima hojati bor? Chamabda sizga bu yer yoqmadi choq. Bo'lmasam-chi. Axir men jinn emasman-ku. Jinnilar bilan xohlagan mavzuda suhbatlashish mumkin. Umuman telbalik ijobiy muhitdan chetga chiqmoqlik demakdir, lekin bu doimo besamar bo'lavermaydi. Siz taqsir erkinlik deb atalmish o'sha muhitdan bu yerning afzal ekanligini qadrlamayapsiz. Kuni kelib siz mazkur iste'kondan tashqarida yulduzdek porlaganingizda o'smirlik va men ila muloqotda bo'lgan paytlaringizni hayotingizning eng yorqin sahifasi sifatida xotirlaysiz. O'shanda iymonim komilki, bu zulmat siz uchun eng muqaddas mehrobga aylanadi. Sizni hali qiynashmadimi? Yo'q. Ammo do'pposlashdi. Hali bos, ruhiy azobni boshdan kechirmoq kerak. Eng mudhish azobga bardosh berdim men. Mudhish azob deganda nimani nazarda tutyapsiz? Nikoh to'yi marafasida noma'lum sabablarga ko'ra bu zindonga tushib qoldim. Unaqasi bo'lmaydi. Xudo haqqi. Jinoyat qilmagan bo'lishingiz mumkin, ammo qamash uchun hamisha sabab topiladi. Sababini bilmayman. O'ylayverib qiynalib ketdim. Nima uchun bu do'zaxga tushib qolganimni hech tushuna olmayman. Qimmatbaho vaqtingizni shu ayanchli, arzimas vaziyatni aniqlashga sarflashni nima hojati bor? Ayanchli? O'zingizni bosing. Nega qamalganingizni bilmoqchimisiz? Ha. Keling eslab ko'ramiz. Nimani eslashim kerak? Umuman inson hamma narsani eslashi mumkin, hattoki o'z onasini qornida yotgan paytini ham. Fan buni inkor etadi, ammo shunisi borki, sho'ring qurg'ur fan o'z mushohadalarini tez-tez o'zgartirib turadi. Meni yonimga keling. Menga batamom itoat etishingiz kerak. O'tiring. Fikringizni bir yerga jamlang. O'zim yordamlashaman. Atrofingizda bo'lgan odamlarni eslab ko'ring. Ana katalonlar qishlog'i. Hayajonlanyapsanmi? Ha. Langar tashlaysanmi? Albatta. Chalkashtirib yormaysanmi? Vizanshkot bilan Kliver Neralni. O'z do'stingga ishonmaysanmi? Sakraymiz. Qayerdan? Balandcho'qqidan. Qo'rqmaysanmi? Yo'q, sen yonimdasan-ku.
Yaxshimisan, Fernan? Yaxshimisan, Mercedes? Qani bu yoqqa ber. Menga qara. Nima qilmoqchisan? Esingni yig'ib ol, Fernan. Ahmoqlik qilma, pichoni bu yoqqa ber. Og'a-ini tutunamiz deb ont ich, yo'qsa o'zim o'ldiraman. Aytganimni qilaman, meni yaxshi bilasan, ont ich. Mercedes. Fernand, ont ich. Yaxshi. Ont ichaman. Edmon, bu yoqqa kel. Nachora, baxtli bo'l. Fernanding, u Mercedes bilan nega chetga chiqdi? Bilmayman. Qiz pichoqni tortib olgan undan. Bu meni aytgan Fernan. U sen bilan og'ayini tutinmoqchi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Yaxshilab eslang. Qani madam? Ehtiyot bo'ling. Ta'ziyamni qabul eting. Kapitan Leklerning buyumlari. Bojxona tekshiruvini boshlashga ruxsat eting. Hay, o'lganlarni Xudo rahmat qilsin. Endi tiriklar bilan shug'ullanaylik. Yuklar butmi? Xuddi shunday, janob Morel. Kapitanni dafn qilib bo'lganimizdan keyin Edmond komandan qabul qilib oldi. Yukni 2 kishilashib kuzatib kelyapmiz. Kapitan Lekler oramizdan bevaqt ketdi. Aytgancha, janob Morel. Kapitan Lekler o'limi oldidan Elba oroli yonida to'xtashni iltimos qilgandi. U yerda men marshal Betran bilan uchrashib, undan maktub olishim kerak edi. Siz kapitan Leklerni bu xohishini bajardingizmi? Shubhasiz, janob Morel. Juda soz. Ikkovingiz yangi kapitan tanlashimda yordam Edmond berasiz. eng yaxshi nom. Danglar ham bo'la oladi. Menga aytadigan gapingiz bormi? Janob Morel. Ha? Iltimos qilaman, Parijga borib kelishim uchun otpuska bersangiz, xatni topshirishim lozim. Keyin Ana u go'zal katalon qizga uylanasizmi? qayoqdan bilasiz? U kunda huzurimga kelib qachon qaytib kelishingizni surishtirib turdi. Nikoh qachon? 3 kundan keyin. Parijga borishingiz sizga ziyon yetkazishi mumkin. Axir bu kapitanning so'nggi iltimosi, janob Morel. Bonapart bilan muloqotda bo'lganlarni yoqtirishmaydi. Uni ko'rgan ham emasman. To'g'ri, lekin maktubni Elba orolidan olgansiz, Edmond. Endi bo'lsa uni Parijga olib bormoqchisiz. Janob Morel. Lekin buni hech kim bilmaydi, uchovimizdan boshqa. Ha, yaxshi. Unday bo'lsa, bu gap uchovimizni oramizda qoladi degan umiddaman. Sizni Edmond haqidagi taklifingizni inobatga oldim, danglar. Rosa 3 oydan so'ng shu yerda kutaman sizlarni. Kemaga sizni kapitan etib tayinladim, Edmond. Xuddi mana shundan boshlash kerak edi. Sizlar Elba oroliga tushib, imperator bilan muloqotda bo'lgansiz. Ha, to'g'ri. Danglar bilan Morelli bundan xabari bo'lgan. Yo'q, meni hibsga olishlari bilanoq ular ikkovi meni qutqarish uchun jandarmeriyaga yugurib borishgan. Menga so'roq paytida Vilfor aytgan edi. Endi to'yingiz haqida gapiring, batafsil eslang. Где ты свет и сон, где ты смех и стон, ты не слеп, судьба не слепа. Hammangizni Mercedes ikkovimizni nikoh to'yimizga taklif qilaman. To'y ertaga. Katalonlar taomili bo'yicha bo'ladi.
Tabriklayman. Tashakkur. Tashakkur do'stim. Endi nima bo'ladi? Odatlarimiz ichida eng chiroylisi bo'ladi hozir. Ferna! Ferna! Qaylig'ing otib. Bu yoqqa kelsangchi. Uni otdan tushirib ko'tarib olish kerak. Endi nima qilay? Davrani aylanib o't. Ferna! Qoch! Lola! Bo'ldi o'zi. Jal. Meni kechir. Qo'shiq ayt. Ferna! La'natlar. Nega muncha kuyasan? Xo'p desang o'ldirib kelaman. Bari axir men ont ichganman. Hammasini qo'ydinglarmi? Hamma shishadan to'ldir. Yaxshi, mana ishingni qil. Bernard, bo'ldi-da endi. Odamni qoqib yubording-ku. Qani, to'y-to'yda bo'lsa, hamma bu yoqqa chiqsin. Без огня дома не прожили б дня, не прожили б дня. Право влево руль, правду говорю. Ветра нет парусам. Endi nima qilishim kerak? Я Orqamdan yur. себе сам. Seni sevaman. Может, нужно лгать самому себе. Может, нужно плавать по воле волн. Мой же утлый челн неуловом полно предоставлен судьбе мой челн. Вправо, влево ли руль, правду говорю, в руль ветра нет. Endi nima qilishim kerak? Endi meni o'pasan. To'y to'xtatilsin. Orangizda Edmonddan tez kim? Men Qoch. jinoyatchi emasman-ku, nega qochaman? Qoch, ular bekorga kelishmaydi. Qonun nomi bilan hibsga olindingiz. Edmon. Sababini bilishni istayman. Bilib olasiz. Tegishli joyga borganingizda. Qani orqamdan yuring, janob Dantes. Yo'q! Edmon! Janob komendant, ilova hujjatiga e'tibor berishingizni so'rayman. Janob de Vilforni chaqirishingizni talab qilaman. Janob de Vilforni chaqirishingizni talab qilaman. Janobi de Vilfor g'amxo'rlik qilib bo'lgan sizga. Tayyorlaning.
O'tar. Tinchlan. Arqon bo'shatilsin. Ketdik. To'xtang, Vilfor deganingiz kim? Qirol prokurori yordamchisi. Ha, mayli, uni qo'yib turaylik. Hozir esa imkoni boricha yaxshilab eslab ko'ring. Qovoqxonaga kirganingizda Fernand, Danglar, kadruslar o'tirgan stolda nimani ko'rdingiz? Nima ko'zingizga g'ayri tabiiy bo'lib ko'rindi? Qog'oz bilan siyoh. Hozirgi davrda hamma narsadan qog'oz bilan siyoh o'taversin. Undan ko'proq qo'rqish kerak. Sira ishongim kelmaydi. Mayli, ishonmang. Sizni ustingizdan yo Fernand yozib bergan yoki Danglar yozib bergan. Ulardan biri aytib turib, ikkinchisi yozgan bo'lishi mumkin. Fernandning nafrati sizga cheksiz, lekin unday maktubni yozish uchun anchagina fahm, farosat, zakovat va o'tkir aql kerak. Demak, sizni jonajon do'stingiz Danglar sotgan. Endi Vilfor haqida gaplashsak ham bo'ladi. Morelni iltimosiga ko'ra, shaxsan janob Vilforni o'zi so'roq qildi meni. Siz Edmond Dantessiz. Ha, ammo nechuk bu yerdaman. Nega meni hibsga olishdi? Siz haqingizda ko'p narsa bilaman. Janob Morel, janob Danglar hozirgina huzurimda bo'lishdi. Ular siz haqingizda yaxshi gaplar aytishdi. Qani bizni yolg'iz qoldiring. Xo'p bo'ladi, janob prokuror yordamchisi. Bundan tashqari sizni nikoh to'yingiz paytida hibsga olishgandan ham xabardorman. Qaylig'ingizni go'zalligidan ham. Ha, janob prokuror yordamchisi Vilfor. Ha, janob prokuror yordamchisi. Menimcha siz bilan biz bir jihatdan hamdard ko'rinamiz. Meni ham to'g'ri nikoh to'yimdan chaqirib kelishdi. Mening qaylig'im ham Sohib Jamol. Keling, Sohib Jamol qalliqlarimiz uchun qadaq ko'taraylik. Ishonchim komilki, janob Dantes. Sizda gunoh yo'q. Hozir biz ba'zi rasmiy ishlarni bajaramiz va o'z mahbubalarimiz qoshiga qaytamiz. Dushmanlaringiz bormi? Menimcha hali dushman orttirib ulgurmadim. Shunaqamikin? Mana o'qing. Nima bu? Yumaloq xat. Bu qanaqa ziyo to'pa? Endi menga ayblanuvchi sifatida emas, boshiga kulfat tushgan odam sifatida javob bering. Sharti shuki, faqat rozi gapirasiz. Bo'pti. Parijga to'g'rirog'i Bonaparchilar komitetiga yuborilgan maktubni mazmuni sizga ayonmi? Yo'q, janob prokuror yordamchisi. Janob de Vilfor. Yo'q, janob de Vilfor. Siyosatdan yiroqman. To'g'ri. Lekin buni siyosat uchun farqi yo'q. U Tannoz xonim kabi domiga tortadi qo'yadi kishini. Maktub yoningizdami? Yo'q, olib qo'yishgan. Uyimitin to'qishayotgan. Ha, yuring komissar huzuriga. Janob komissar, tintuv payti janob Dantesning uyidan topilgan qog'ozlarni ko'rsatsangiz. Marhamat. Xoli qoldiring bizni. Yaxshi. Maktubni kimning nomiga yozilganligi yodingizdami? Albatta. Janob Noirtiyega, Parij, Kakiron ko'chasi. Kimga? Janob Noirtiyega.
Yana kim biladi maktubni janob Nuartiya nomiga yozilganligini? Xatni menga bergan odamdan boshqa hech kim bilmaydi. Fransiyada ham hech kim bilmaydimi uni janob Nuartiya nomiga yozilganligini? Hech kim? Janobi prokuror yordamchisi. Bu maktub eng dahshatli dalildir. Lekin men uni o'qigan emasman. Baribir bu maktub o'lim hukmi bilan barobar. Siz bu maktub haqida hech kimga og'iz ochmayman deb qasam ichmog'ingiz kerak. Ant ichaman. Sizga ishonaman. Bu birodar aziz oliy himmat ishu ammo g'ayri tabiiydir. Nima uchun meni sudsiz qamashdi? Aql bovar qilmaydi. Sud faoliyati biz uchun jumboqdir azizim. Endi mana shu voqeani butun tafsiloti bilan boshqatdan so'zlab bering. Bu maktub dahshatli dalil. O'qiganim yo'q uni. Kapitanliklarning so'nggi iltimosini bajardim, xolos. Siz uchun bu o'lim hukmidir. Nima qilish kerak? Nima qilay? Sizga yordam beraman. Menga yoqib qoldingiz. Tanish familiya Nuartiya. Gapiravering, quloqim sizda. Siz bu maktub haqida hech kimga hech qachon og'iz ochmayman deb qasam ichmog'ingiz kerak. Yo'qsa men halok bo'laman. Qasam ichaman. Sizga ishonaman. Nuartiya! Shunday bir odamni qirolicha Erturiya saroyida uchratganman. Nuartiya! Kabirgar, baron Silvini jiyani. Nuartiya! Revolyutsiya! Parij! Girondistar! Komeron ko'chasi! Vali ne'matingizni ismi nimadir? De Villefort. Nuartiyaning o'g'li u. Oliyjanob jallod. U otasini ismini hech qachon tilga olmasligi haqida sizga qasam ichirgani so'ng If qal'asida o'ldirib yubormoqchi bo'lgan. Men ketishim kerak. Hali zamon turma noziri kirib keladi. Qayoqdan bilasiz? Ba'zan yuz beradigan voqeani oldindan seza boshlayman. Sizni yana qachon ko'raman? Yaqinda. Xarsanglarini yaxshilab tekislab qo'ying. Har nechuk meni kameram siznikidan afzalroq. Bu ham qamoqxona-yu, lekin o'zimni shaxsiy qamoqxonam. Privatlikning barcha hududi mana shu omonat hissiyotga asoslangan. Siz nima deysiz? Bugun biz 10 fut yo'l ochdik. Bu yoq ozgina qoldi. Kabinaga ozgina qoldi, ammo siz hali ko'p yo'l bosasiz. Mendan farqli o'laroq, siz bu yerga mangu hibs etilgansiz. Ko'nikmoq kerak bunga janobidan tez. Siz bu qal'ada butkul qolib ketishingiz kerak. If qal'asidan boshqa odam
chiqishi darkor. Bu zakovat qasriga bir hujayrali jaydari jonivor sifatida kirib kelib, undan munkullagan bir telba maxluq holida chiqib ketishdan nima naf bor? Siz yasharmoqchi emasmisiz bu yillar mobaynida? Vilfor o'rgatganidek rostini gapiring, janobi Dantes. Yo'q. Demak, siz bid'atdan begona odamsiz. Bu yaxshi. Tamaddi qilib oling. Siz o'zi biron bir falsafiy yo siyosiy maslakka egamisiz? Yo'q. Bu tabiiy hol. Bugungi ilm-fan tushkunligi davrida butun kuch-g'ayrat mushaklarni shishirishga mo'ljallangan. Siz inson miyasi nimasi bilan mushaklardan ustun turishini bilasizmi? U ham xuddi boshqa a'zolar singari rivojlanish xususiyatiga ega. Biroq siz buni qayerdan ham bilardingiz? Siz nolsiz, oq qog'oz varag'isiz. Juda soz. Meni musavvirligimni ishga solaylik-da. Shu oppoq qog'ozga oliy maqsad sari intilgan, donishmand odamni jisman emas, ruhan oqsuyak odamni portretini chizaylik. Zotan bu o'ta darajada telba fikr, lekin uni telba odamlardan boshqa kim ham amalga oshira olardi? Quloq solmang gapimga. Ikkovimiz o'rtada bo'rashib oladigan pulga shartta graf unvonini sotib oling. Iymanib o'tirmang. Ruhan oqsuyak bo'lish kamdan kam odamga nasib etgan. Nomi ulug' aslzoda fuqarolarimizning 3dan 2 qismi hammom ko'rmagan, ma'lumoti yo'q firibgarlardir. Piva furushlik qilib kissasi qappaygan boyvachchalar unvon sotib olib o'zlarini graf deb kekkayishi, qimmatbaho latta putlarga, hattoki san'at durdonalariga uylarini to'ldirib tashlashlari mumkin, lekin u buyumlar boyvachchani qalbini quvontira olmaydi. Ular faqat benufuz ishqibozligini ifodalaydi xolos. Lekin yagona tasalli beradigan jihati bor. Koinotimiz nechog'liq barkamol bo'lmasin, uning qonunlari muntazam va sobit emas, haqiqat turg'un emas. Janob Dantes, siz favqulodda shaxssiz. Shuni sezyapsizmi? Siz mana shu o'zgaruvchanlik hislaridan foydalanib, ruhiyatni tasarruf qilishingiz va shu ruhiyat sardori bo'lishingiz mumkinligini his etyapsizmi? Siz butun umringiz mobaynida bir marta o'z shaxsiy qiyofangizni o'zgartirishingizga to'g'ri keladi, janob Dantes. Sir tutgan edim sizdan, endi ochig'ini aytaman. Siz bundan buyon qo'llaringizni qonatib, jon qurollar bilan lahm qazimaysiz. Yo'q. Siz o'z shaxsiy johilligingizga, ongingizdagi kelishmovchilikka, noittifoqlikka, ruhan va aqlan zaifligingizga barham berasiz. Siz ozodlikka chiqish bilan cheklanibgina qolmaysiz. Yo'q. Biz nafaqat yurish turishingizni, qomatingizni tutishingizni, leksika-yu estetikangizini o'zgartiramiz. Yo'q. Biz birodar aziz, hatto tafakkuringiz tuzilishini o'zgartiramiz. Qani o'rningizdan turing graf. Ha, endi men sizdan hech nima iltimos qilmayman, zotim munavvarlari. So'zsiz bo'ysunishingizni talab qilaman. Shunda siz xuddi ilohiy mavjudotdek muhit va zamonni his qilasiz. Harakatingiz juda xunuk, nazokatli bo'lolmasligingiz aniq, lekin odamlarday yurishga o'rgatmay qo'ymayman. Yurishingiz juda xunuk. Lekin chiroyliroq yurishga o'rgatmay qo'ymayman.
Yo'q, bu qanaqa yurish? Xuddi ayiqqa o'xshab yurasiz, ha? Qaddingizni mana bunday tik tuting. Qo'lingizni bering. 1 2 3 1 2 3. Endi burasini 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Attang. Juda katta xatolikka yo'l qo'yganman. Yo Xudoyim-ey. Durust. Yaxshi. Auditor et altera pars. Yozing. Auditor et altera pars. Auditor et altera Auditor et altera pars. Auditor et altera pars. Audit. Nega hayrayapsan? Kuylaganman. Bu bel canto. Auditor et altera pars. Tentak. Yoqmadimi? Menga afsus. Auditor del altera pars. Auditor. Tentak. Yangi faoliyatimiz uchun bor yo'g'i 6-7 yil ketadi. Biz hali bu yerdan juda tez chiqib ketdik deb afsuslanamiz. To'g'ri aytasiz. Keyingi xuruj menimcha oxirgisi bo'ladi. Vrach keldimi? Bu qamoqxonadagi vrachlar siyosiy mahbuslarning oldiga kelmaydi. Leksiyamiz qayerda to'xtagandi? Ozodlik masalasida. Ha, unutimman. Axir siz ozodlikka chiqmoqchi edingiz. Balki keyingi safarga qoldirarsiz. Ozodlik nima? Yo'q, leksiyani. Ikkala holda ham keyingi safar bo'lmasligi mumkin, birodar aziz. Odamzodni Xudoy taolo ozod qilib yaratib juda katta xatoga yo'l qo'ygan. Xudoga shak keltirish emasmi bu, hazratim? Yo'q, men leksiyani jonlashtirmoqchiman. Auditoriyaga qarab gohida bayonni ozgina soddalashtirishga to'g'ri keladi. Sizga berayotgan og'u ham tugadi hisob. Eng so'nggi tomchisi bu. Shu o'tgan yillar mobaynida ancha aql o'rgandingiz, endi bemalol erk haqida fikr yurita olasiz. Chumolida erkning yo'qligi chumoli uyasini aniq va yagona tuzumga aylantiradi. Insonning nima hojati bor edi? Agar zamin taraqqiyotini chumoli bilan cheklash mumkin bo'lganda. Samoviy tafakkur xohlanguni logos deb atang Xudoning o'zingizga havola. U fazoviy harakatni bosh sababchisi bo'lgan holda olamni yaratishni davom ettirishga jazm qildi. Mana shuning uchun koinotga odamzod kerak bo'lib qoldi. Inson Xudoni qo'lidan kelmaydigan ishlarni bajarish uchun olamga kelgan. Tayyormisiz bu tam yaratuvchi bo'lishga? Ko'zingiz aytyapti, hali tayyormisiz. Ammo inson bo'lish uchun harakat qilmoqchi ekanligingiz ko'rinib turibdi. Bu nomni olish uchun siz mashaqqatli yo'lni bosib o'tdingiz. Illo qolgan yo'lni
Bu hali juda ham uzoq bir o'zingiz mensiz bosib o'tasiz. Yomon his qilyapsizmi o'zingizni? Yo'q, o'zimni yaxshi his qilyapman, ammo o'laman. Yo'q, o'lmaysiz. Bu qamoqxonada leksiyani faqat men o'qiyman deb kelishgandik-ku. Agar sizda ham leksiya o'qish istagi bo'lsa, boshqa qamoqxonalar ham ko'p. Vaqtimiz juda oz qolgan. Lekin xazina haqida hanuzgacha aytganim yo'q. Qo'ying shu gapni. Siz meni chindan telbada bo'lyapsiz shekilli. Yo'q, aql hushim joyida. Ammo bu aql endi meniki emas. Butunlay sizniki bo'lib qoldi. Ko'maklashing menga. Yo'q, telba emasman. Barcha qiziqarli tafsilotlar, o'rta asrga taalluqli urushlar, salb yurishlarga, meni kardinal Spat qo'lda qilgan xizmatlarim tafsilotiga to'xtab o'tirmaylik. Qisqasi, bir zamonlar g'oyat dahshatli bo'lgan bu avlodning eng so'nggi qashshoq namoyandasi menga bir maktub vasiyat qilgan ediki, men uni sirini ochdim. Maktubda aytilgan xazina Monte Cristo orolining g'arbiy ko'rfazdagi g'orlarda 12-qoya ostidagi 2-g'or, o'ng qo'ldagi uzoq burchak bo'ldi. Ozodlikka chiqishimizga oz qoldi. Atrofda orollar ko'p. Biz eng yaqin orollardan biriga yetib olamiz. Juda soz. Mana xarita. Xazina kres bilan belgilangan, oling. Sizga bu yerdan qutulib chiqish va xazinaga voris bo'lish nasib etsa, boshingizni ehtiyot qiling, aks holda ajralib qolishingiz mumkin. Xuddi men o'rgatgandek uni mahkam siqing. Undan keyin sizni qamatgan ana bu ayanchli odamlardan qasos olishni xayolingizga ham keltirmang. Qasos olgum degan Parvardigor. Agar Tangrining bu kalomi sizni qanoatlantirmasa, uni ro'yi zamin hikmati deb biling. O'z hukmini ijro etmoq ham vujudni kemiradi, ham qalbni yemiradi. O'zga maqsadni ko'zlang. So'z beraman. Yunon tilini o'rganishga. Mamma mia. Xudo o'z panohida asrasin. Paul! Bu yoqqa kel. To'ng'iz qopdimi? Mashalani olib kel. Chaqir komendantni. Hozir. Oxirgi nasibasini ham cholmaydi shekilli. Bunaqa. Mana endi jon berdi. Yo Parvardigor, bu telbani ruhini qabul et. Eng yuvvosh mahbus edi bechora qal'ada. Jasadini yangi qopga solib dengizga dafn eting.
siz bilan o'tkazgan kunlarimni hayotimni eng baxtiyor kunlari sifatida to abad eslab yuraman. Endi meni ham kunim bitdi. Negaki bu yerdan faqat o'liklar chiqadi. Bo'tam! Bu yerdan faqat o'liklar chiqa olar ekan, siz ham o'likka aylaning. Agar o'liklar chiqa olar ekan, siz ham o'likka aylaning. Gapingizga tushundim. Ota. Chetga ot. Pol. Bu yoqqa kel. Mashalani yaqinroq tut. Ko'zingga qara. Nariroq tur. Qani qarashaveraymi? Yaxshi. Yana tur. İp çirigen ekan. Ana. Bo'ldi. Ertagacha xayr, kelba. Meni kechiring. Nega buncha yengil bo'lib qoldi? O'lsang sen ham qovjirab qolasan. Sen aytgancha unchalik yengilmas. Bo'pti. Qani yur. Yo'qqa. Постановкачы оператор Феликс Гилевич.
Постановкачы rassom Natalya Iyevleva.